Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Lola mikro yo'nalishdagi Damboq svetofordan 50 metr o'tganda yo'l yuzida mana shu 2 etajli binoimiz ijaraga beriladi. Hozir birgalikda obzorni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib bu tomonda do'konga mo'ljallangan bitta xonamiz mavjud. Hozirda binoimizni birinchi etajda turibmiz. Birinchi etajimiz mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu binoimiz oshxona uchun ham zo'r biznes variant bo'ladi. Xohlasangiz boshqa bizneslar uchun ham ijaraga olishingiz mumkin. Eshikdan kirib kelaverishimizda mana bu yerda zinan tagida ham chiroyli kichkina omborxona uchun ham joylarni qilib qo'yilgan ekan. Ushbu binoimizda orqa hovlisi ham mavjud. Hozir orqa hovlisini ko'rib chiqamiz. Binoimizning orqa hovlisi ham mana shunaqa holatda bo'ladi va bu tomonda hojatxonalari ham bor. Va bu tomonda podvallar ham bor. Xohlasangiz omborxona, sklad uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Orqa hovlimiz mana shunaqa ko'rinishga ega va darvozaxonamiz ikkita. Old tarafdan kiraverish darvozaxonamiz ham bor. Xohlasangiz bu tarafdan, orqa tarafdan ham kiradigan darvozaxonamiz mavjud. Bemalol katta mashina ham sig'ib kira oladi. Binoimizning ikkinchi qavatidamiz. Ikkinchi qavatimiz ham mana shunaqa keng va katta zal ko'rinishga ega va bu tomonda balkonlarimiz ham mavjud. Va bu tomonda yana bitta katta zal uchun ham xonalarimiz bor. Shu tarafdan chiqib kelganimizda bu tomonda ham bitta xonamiz mavjud va buni yonida ham yana bitta xonamiz bor. Ushbu binoimizning old tarafida ham mana shunday kengina joylar mavjud. Xohlasangiz styankadan ham umuman muammo bo'lmaydi. Oshxona sifatida ham ishlatilsa, mana bu old tarafdagi shashlikxona, somsaxona, ya'ni boshqa maqsadlarda foydalanadigan bizneslar uchun joylarimiz ham umuman muammo bo'lmaydi. Joyimizga kommunallarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet, hattoki kanalizatsiyadan ham umuman muammo yo'q. Narxlarga keladigan bo'lsak, mana bu yerda egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelishuv asosida ijaraga olishingiz mumkin. Bizning kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.